Qizlar, oxirgi marta chegirmani uzaytirib bermaman. 15-aprelga qadar kursni chegirmali narxda ovoringlar. Qizlar, bu yana bir marta aytaman, eng oxirgi chegirmani cho'zib berishim. Chunki 2 hafta chegirma davom etdi. Yana 15-aprelgacha cho'zib bermanman. Iltimos, 15-aprel kuni 24:00 da chegirmani taqqa-taq to'xtatamiz. Va kursni doimiy narxda, chegirmasiz narxda sotib olsanglar bo'ladi keyin. Kursda bilasizlar, 10 xil makiyaj o'rgatganman, teri parvarishini o'rgatganman, kosmetika kis tanlashni o'rgatganman, sotib olishni o'rgatganman, teri turlarini ajratishni, yuz shaklini ajratishni, hammasini o'rgatganman. Kursni уже 2000 tadan ortiq odam sotib oldi. Hammasi menimcha xursand. Qizlar, ilk sotib olganlarni narxida bo'lmaydi, lekin sizlarnikining narxida chegirmada bo'ladi. 490 ming bo'lmaydi. Arzonroq qilib beramiz. Ya'ni 330 ming so'mdan sotib olsanglar bo'ladi. Sababi keyingi safar chegirma e'lon qilganimizda jiddiyroq qaraysizlar. Bu safar bir hafta oldin karta so'rashganda 5-aprelgacha chegirma deb tayinlayapmiz, lekin 5-apreldan keyin tashlab kartaga. Iltimos qizlar, chegirma tugagandan keyin chegirmani tugatamiz. Maylimi? Mana shu safar hammanglar pul tashab qo'ydinglar, biz kechadan beri kartalarga pul qaytarish bilan shug'ullandik. Bunaqalar juda ham ko'p bo'lgani uchungina biz chegirmani cho'zyapmiz. Xo'p, tushuntira olgan bo'lsam, hammaga omad, tez yozilib olinglar. Hammanglarni kursda ko'rishdan xursand bo'laman.